qurilish do'koni bor akalar. Pulni orttira olmayapman, chekim oshmayapti. Qarzdorliklar juda ko'p do'konimda. Nima qilishni bilmayman. Sizlar uchun 3 ta taklif. Bu narsani qilib qo'yadigan bo'lsangiz, savdoingiz kamida 30% ga oshadi. Birinchisi bu klientlaringizni qarzdorliklari. Men bilaman, qurilish do'konlari juda ham ko'p qarzga ishlaydi. Bilishmaydi kim qachon pul qaytarib berishligini. Daftari har doim yo'qoladi yoki xodimlaringiz bilmasdan yozib qo'ymaydi daftariga, bo'ldi. Odam yo'qoladi, men bu narsani olmaganman deydigan gaplar kelib chiqadi. Shunga sizlar tizim o'rnatganinglarda polностью hisobot olishingiz mumkin. Qaysi odam, familiya, ismi, nomer telefoni, qachon sizdan qarzga mol olgan va qachon sizga pul qaytarib berish kerakligi. Ikkinchi faktor. Qurilish mollari, xazayniy do'konlarni mayda-chuyda narsalari juda ham ko'p bo'ladi. Okalar, men aniq bilaman, 3 oyda bir marta yoki 1 yilda bir marta astavkalaringizni do'konda olasizlar. Shuning uchun sizga shunaqa tizim kerakki, siz pulni ma'lumotlarni telefonda ko'rib, qaysi tovaringizdan qancha qolgan, qanchadan biri yotyapti shu tovaringiz polkadan. Balki sizning tovaringiz 1 yildan biri prosta tak chang yig'yapti polkada. Uchinchi faktor. Hozir bizda juda ham ko'p qurilishlar bo'layotgan va ustaka, xo'jakalar har doim do'koningizga kelib nimadir narsalarni olib ketadi. Shu narsani yo'lga qo'yishingiz mumkinki, klientlaringiz uchun dastavka tizimini yaratib berishingiz mumkin. Qurilish mollari do'konida juda ham ko'p постоянный klientlar bo'ladi. Ustakalar ko'p kelib qarzga tovar olib ketadi. Ular uchun alohida elektron magazin yaratib qo'yishingiz mumkin. Klient sizga zakaz berayotganda, прямой kompyuteringizga zakazingiz uchib keladi va siz zakazni qurilishga bera olasiz. Agar siz shu 3 ta narsani qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning do'koningiz savdosi oshadi va xudo xolasa yangi do'konlarni ochishni boshlaysiz. Sizni ham o'rtog'ingizni qurilish mollari yoki xazayniy do'koni bo'lsa, unga videoni jo'natib qo'ying va sizga shunaqa xizmatlar yaratib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam beramiz.